Hürmetli vatandaşlarım, leksiyalarımızı davamlaştırımız. Endiki leksiyemizin mavzusu Jöngoga qattiq qo'lli Steve Bannon o'zining maydoniga qaytib keldi. Nopozliq arbab bilan Jungoni tizginlash to'g'risida maxfiy suhbatlashdi. Mavzuli xabar 9-ayning 28-kuni Dovitor betida e'lon qilingan. Bugün vatandaşlarımızga bu haberni tanıştırımız. Aksaray'ın sabık baş məsləhətçisi, strategiçi, Prezident Trump'ın məsləhətçisi. Strategiçi hem de şundaqla Prezident Trump'ın məsləhətçisi Steve Bannon Jöngoga qattiq qo'l kishi bo'lish sifatida Jöngoning diqqatini o'ziga tortgan edi. Gerçi o 9. ayda Şangang'da sözlügen notqada Jöngoning reis Xi Jinpingni maqtagan bolsa mu? Lekin onun yaqinda Amerikada sözlügen sözü Jöngo bilan qarshilashish maydoniga qaytib kelganligi nopozliq bir nafar harbiy qo'mondondan ta'lim olganligini ko'rsatib berdi. Amerika'da neşr kılındıgan Filmborg Soda jurnalida 9-ayning 28-kuni Steve Bannon qaytib keldi. Belki Jungoni nishonga oldi mavzuliq maqola e'lon qilindi. Maqolada bunda ko'rsatildi. Jungoga qattiq qo'lli hamda vatanparvar Prezident Trump'ning sobiq maslahatchisi Steve Bannon 26-kuni Amerika Cumhuriyetçiler Partisining ichki qismidagi dastlabki saylamga qatnashganda tashqaridan albatta o'zining hozirgi iqtidori bo'yicha jiddiy signal qo'ng'irog'idagi signal berib Amerikalikni uyg'otdi. Buning uchun alohida salmoqli nopozliq arbab Jungo xalqining qadinas do'sti Kissinger bilan suhbatlashdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Garchi prezident saylam jarayonida Jungo ko'plab qattiq tadbir qo'llanaman degan bo'lsa-mu, lekin xalqaro vaziyatni nazarda tutib, boshdan oxir va'dasini ishga oshira olmadi. Jungo qiratgan iqtisod siyosatida ilgirlash bo'lmaganligi Bannon ishondi. Amerikaning diqqat kuchini markazlashtirib, Jungo bilan jiddiy qarshilashish uchun tashqi tarafdan bir kuchning orilishi zarur bo'ldi. O mundaq ko'rsatdi, Steve Bannon mundaq ko'rsatdi. 9-ayda Kissinger bilan bir qancha qatim uchrashib, men shundaq qarorga keldim. 94 yoshli Kissinger 1969-yil va 1970-yillarda 77-yillarda oralig'ida Amerikaning tashqi siyosatida muhim rol o'ynagan bir arbob edi. O'sha mezgillarda u illatish siyosatini tashabbus qilib, Amerikalar bilan sobiq Sovetlar o'rtasidagi jiddiy munosabatni yumshatgan edi. 1971-yili Jungo Amerika munosabatini yaxshilab, Jungoni tunji qatam ziyorat qildi. Hozirgacha Jungoga 80 qatamdan ortiq berib keldi. Shunlashqa Jungoning qadinas do'sti deb ataldi. Kissinger Steve Bannonga so'q munosabatlar urushining yumshoq sabablarini tushuntirdi. Soğuk münasebetler uğraşının yumşaş sebeplerini düşündür. Çünkü tashqi tarafdan hükümetke sözlep durulgan alaqçı grupla bolğanlıqdan, yani növbetki xaym xatarni düşündiriş komiteti bolğanlıqdilla işlaşında yürüyüşleşti dep düşündirdi Kissinger. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Steve Bannon Kissinger ve başka diplomatlar bilan fikrlashib, maslahatlashib, bir plan ustida zich tayyorlik qilib, Amerikaga signal tarqatdi. Amerika iqtisodiga birinchi darajalik tahdid Jungo. Diqqat vatandaş.
Amerika iqtisodiga birinchi darajali tahdid Jungo dedi, signal tarqatdi. Steve Bannon mundaq dedi. Ular hammani yaxshi biladi-ki, bularni ishki jihatda ishga oshirish mumkin emas. Masalan, hukumatning ishida bu ishlarni ishga oshirish mumkin emas. Taktika, sen tashqariga yuzlanishing kerak. Yerim kechida signal o'qi etib, signal bergandek Amerikani uyg'otishing kerak. Bannon nopozliq arbob Kissingerdan maslahat elib qolmay, yana Amerika davlat mudofaasida 42 yil vazifa yuturgan so'g'oq munosabatlar urushi taktikasini belgilaguvchi Andre Marshalldan ta'lim oldi. Marshall Jungo bilan qarshilashish jihatda intayin tajribali general edi.